Biza bugun mana shu shablonni, ya'ni mana shu videoni, mana shu avtordagi Sprout yo'nalishini qilamiz. Xo'p, misol uchun mana video qanaqa qilayotgan. Bizada videoda bitta faza, ikkita faza, uchta faza bor. Bu gorizontal yo'nalishda, bular biza xohlasak vertikal yo'nalishda qilib qo'yishimiz mumkin. Misol beraman, bitta faza boshlanganda har bittasiga bittalar qo'yilib chiqadi. Bu narsani man hozir sayt beraman. O'sha saytdan video zapis qilinadi. Zapis qilingandan keyin har bittasiga qo'yilib chiqadi. Bu videoni biz 5 minutda qilib tugatishimiz mumkin. Hozir shu narsalarni shablonlarni qayerdan olish kerak, videolarni qayerdan olish kerak, hamma narsasini videoni birinchisi boshlanganda qolgan ikkitasi to'xtab turadi. Hozir birinchisi tugadi, ikkinchisi mana уже ishlayapti. Mana bu oxirgisi to'xtab turibdi. Mana o'sha sayt, mana shu saytga mana har bittasiga qo'yiladi. Shu ketma-ketlikda davom qilamiz, ya'ni birma-bir qo'yib chiqamiz. Keyin zapis qilib olamiz. Mana shu saytda har xil shablonlar bor. Masalan, qorniki bor, yana mushukchalar, har xil juda ko'p. Mana shu yerdan xohlagancha olib turib video yozsa bo'ladi. Mana playtime moddiki ham bor. Mana emonkiki ham bor. Juda ko'p mana. Keyin mana shu shablon bu preview uchun. Previewni juda tez yasash uchun ham mana shablon yasab qo'yganman. O'sha bo'yicha ishlatsa bo'ladi. Bu videoni xohlasanglar CapCutda, xohlasanglar boshqa montaj qilish uchun Premiere Promi, boshqami, DaVinchimi o'shalarda bemalol montaj qilsa bo'ladi. Men sizlarga hozir CapCutda qanaqa qilib tez qilishni ko'rsataman. Misol uchun mana shu boya beriladigan mana shu shablonni dedik. Endi boya videolardan tayyor hozir o'zi mana shunaqa bo'lib turadi. Pustoy bo'lib video qilib qo'yganman. Boyaga zapis qilib oldim. Işte olamiz bitta videoni. Bu videoni mana shu joyga joylashtirishimiz kerak. Kerakmaydigan joyini iloji bo'lsa kesib tashlash kerak. Biz videoni joylashtirib oldik. Hozir bu joyga keyin biz maskani bosishimiz kerak. Maskadan keyin mana PRY degan joyga bosamiz. Bosganimizdan keyin kerakli joyni olib olamiz bunday qilib. Bitta mana shunaqa qilib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, keyin buni balandligini ham bunaqa qilamiz. Mana shu chizig'i ограничение bo'lgan-ku, mana bitta chiziqcha. Chiziqqa o'shanga to'g'rilashimiz kerak. Mana biz qo'ydik. Video. Yana video olamiz. Chiziq o'rtasiga to'g'rilib qo'yiladi. Bu sal kattaroq olgan. Videoni o'zidan katta ekan. Tayyor. Yana bitta video olamiz. O'zi kerakmagan joylarni kesib tashlash kerak edi o'zi. Mana unchalik ko'rinmaydi mana. Endi kerakli joylarni kesib olamiz, masalan mana shu videoda. Endi bizda mana masalan video boshlangan edi. Bu hammasi bizda faqat birinchisi ishlab turgan, qolgan ikkalasi to'xtab turishi kerak. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Bu bo'lgandan keyin mana bu yoqqa bitta qo'yamiz. Chunki birinchisi ishlaganda ikkinchisi to'xtab turishi kerak, uchinchisi ham to'xtab turishi kerak mana. Bu yoqda masalan birincisini boshlaganda qolgan ikkalasi qorayib qolgan. Uni qorayganini yo'qotish uchun biz mana olib kelishimiz kerak. Mana kelgandan keyin o'ziga bosib turib, mana bu yerda zavisание degan knopkani bosamiz. Zavisание bo'lgandan keyin biz mana olib kelib qo'yamiz. Yoki shunda to'xtatsak bo'ladi. Mana. Endi buni surib qo'yamiz. Mana birinchisi уже gapirayotganda ikkinchisi to'xtab turibdi mana skrinshotga o'xshab qolgan. Уже bu ikkinchisi bo'lsa qolganlarini ham mana shunaqa qilib to'g'rilab chiqamiz. Bunda bizda mana videomiz qolgan ikkalasi jim turibdi. Buni to'g'rilash uchun mana oxirida olib kelamiz. Oqarib qolgan. Mana shu yerdan bunday qolsa bo'ladi. Bu yoqdan zavisание bosamiz. Qolgan kuzovini dazib tashlaymiz. Kerak emas. Taxminan mana shu kelsa bo'ladi. Bundan 3-videoga olib kelish kerak. 3-videogacha olib kelamiz. Undan keyingi yo'limiz mana bu yurdi. Bu yurgandan keyin mana buni ham ko'p qilamiz. Qilamiz mana.
Bu ikkinchi anaqaga to'xtaganda uchinchisini yurg'izish uchun videomiz tayyor. O'zi buni kopiya qilmaslik kerak edi. Bu yoqda oxirida zavisание qilib, chunki uchalasi mana bu oxirgi konечный anaqasi bu yoqda bo'lib turishi kerak. Uning uchun nima qilamiz? Bu yoqda mana ko'rsatgandek mana oxirdan bitta kусокchasini bosib turib, bu yoqda yana boyagi zavisaniyaga bosishimiz kerak. Tayyor video. Keyingi bosqichimiz boyagi faza 1, faza 2 degan narsalar mana hamma shablonlar tayyor mana. Xohlasangiz o'zinglar yozib turib, nimadir boshqacha yozib qo'ysa ham bo'ladi. Mana shablonlar bor, tayyor. Misol uchun mana shu uchalasini mana shu rasmdan, shu boyagi videodan skrinshot olganman. Shuni qo'yish kerak bunday qilib. Xo'p. Mana ishdan to'g'rilaymiz. Kattaroq qo'ysa ham bo'ladi. Keyin mana bu yerda mana chiqib ketgan joylarni to'g'rilash uchun biza mana bu yerda mana instrument Pero'ga kiramiz. Pero'ga kirgandan keyin mana belgilab chiqamiz. Taxminan nima chiqsa, shunda mana shuni uzatib qo'ying. Keyin keyin shuni bosib turib, sazat vektorini nima qilamiz? Bu yondagi ortiqchani qarab uzatib qo'ying. Misol uchun mana shuni qilib mana shuni hozir qotaytirib, yana bitta qilib, shu previous bo'ladi. U şey masalan, bitta 15 minutda test bo'ladi. Tak quvursiz. Optis osgandan keyin tez bo'ladi. Mana tayyor. Mana kerak emas joyini yana olib tashlaymiz. Boyagi ko'rsatgandek. Telegram kanalda mana boyagi videoda ishlatilgan hamma shablonlar bor. Mana shu yerdan bemalol kirib ko'rib, skачать qilsanglar bo'ladi. Hammasi открытый доступda.